Hammaga assalomu alaykum. Bugun Melbit dasturidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Melbitga kirganimizdan so'ng mana tepada vhod и registratsiya bo'limi bor. Vhod degani eski akkauntingizni tiklash, registratsiya deb yozilgani P harfi bilan ruschani bilmaganlar uchun ro'yxatdan o'tish. Registratsiyani bosamiz. Bu yerda 3 ta bosqich orqali o'tsak bo'ladi. Birinchisi tez va juda oson. Ikkinchisi telefon raqam orqali, uchinchisi telefoningizda bor Gmail orqali. Bizlar birinchisidan o'tamiz. Keyin ichida qolgan hammasini to'ldirib chiqamiz. Kirganimizdan so'ng mana strana degan joyiga Ozarbayjon, или Qozog'iston, или Turkmeniston qayerda turgan bo'lsangiz, o'shani qo'yasiz. Bu yerda dollar, yevro, mana bu yerga rubl yozsalaringiz rubl ham bor, Rossiyadagilar uchun. Promokod degan joyiga F777 yozamiz. Mana bu yerdan bonuslarni ko'rsak bo'ladi. Sport o'yinlari uchun faqat sportlarga stavka qilaman deysalaringiz, birinchi depozit uchun 20 million so'm bonus beradi sport o'zi. Kazino va games o'yinlarini o'ynayman deysalaringiz, 215 million so'm bonus plus 290 ta people spin. Bizlar shuni tanlaymiz. Chunki men kazino va games o'yinlarini ko'p o'ynayman. Kim shu nimani ko'proq o'ynasa, shuni tanlab ketaveradi. Avtomobil. Kapcha bir xil payda o'zi bir qabul qilmay qoladi. Yana menda ishlamayapti deb chiqib ketish shart emas. Avtobus, mototsikl, velosiped. Bilaza balaganda. Mana o'zi ochildi. Agar men boshida ko'rdilaringiz, tanlab ketaverasiz, sir aytgan narsasini oxiri ochib beradi. Texnik nosozliklar bo'lishi mumkin. Buni parolimiz bilan ID'mizda screen qolishimiz shart. Erta yo'qotib qo'ygan paytimiz, akkauntdan chiqib qo'ygan paytimiz kerak bo'ladi. Mana pastdan menyuga o'tganimizda tepada mana nastroyka bo'limi bor. Unda o'cha turibdi qizil bilan. O'shani ustiga bosamiz. Bu yerda mana пополнить счет degani bor. Bu balansni to'ldirish. Balans to'ldirishda mana Humo, Uzcard, Click, yana Humo bor. Keyin kriptovalyuta bor. Qaysi biri udobno bo'lsa sizga, o'shandan to'ldiraverasiz. Avvested shot degani mana kashlikdan 6 minus. Bu akkauntingizni ichidagi pulni chiqarib olish. Humo bor, Uzcard bor. Endi Visa yo'q ekan. Vizani ham qo'shib qo'yadi. Bir ikki kunlarda o'zi bir paydo bo'lib, bir yo'q bo'lib qolyapti. Mana bu yerda Payer bor, Eco bor. Keyin kriptovalyuta orqali chiqarib olsangiz bo'ladi pulingizni. Tepada mana yana odamchani ustiga bosamiz. Mana yerda заполнить данные qalamchani ustiga kirganimizdan so'ng ism, familiya, отчество, data рождения bu tug'ilgan sanangiz va kuningiz. Место рождения buni bilmayman. Bilganlar o'z to'ldirib ketaveradi. Oblast. Bu qayerda bo'lsangiz shuni qo'yasiz. Adres registratsiya. Bu hozir qayerda ro'yxatdan o'tayotganingizni yozasiz. Misol men Buxorani qo'ydim. Buxoroda registratsiya qilyapman bugungi sana shuni yozamiz. Tip dokument. Bu yerda pasportimizni kirgizsak ham bo'ladi. Erta misol katta summa tiqib o'ynaydiganlar uchun akkauntdan chiqib ketsa ham pulini akkauntini bam qilib bermaydi, ili hech qanaqa problema bo'lmaydi. Pul chiqarayotganda ham, katta summa chiqarib kirgizayotgan payti ham pasport kirgizsak. Bu yerda mana email ham kirgizsak bo'ladi. O'zimizda telefonimizda bor Gmail.
nomer telefon ulasak bo'lar ekan. Telefon nomerimizni ichida ham parol degan joyda boshida bergan parolni almashtirsak bo'ladi. Hammaga omad, promo kodimiz FUT177.